Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. İtaliyadagi bir jurnal Xitoyning ichki a'zolarini vahshiylarcha elib olish jinoyatlarini fosh qildi. Amerika parlamenti a'zosi Oqsaroy oldida ochliq e'lon qilgan Uyg'urlar bilan ko'rishdi. Amerika parlamenti a'zolari Uyg'urlarga aloqador yangi qonun loyihasini tanishtirdi. Xitoy o'zining xalqaroning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga aloqador harakatlarga qarshi kurashga tayyorlanganligi haqida jar soldi. Amerikadagi Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida Xitoyning Uyg'urlarni osh qo'yayotganligiga qarshi namoyish qildi. Tövəndəki qıtaqlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Pochtayımız to'rining 20 sentabrdagi xabariga ko'ra, Italiyada chiqadigan Panorama haftalik xabar jurnali davlat sening ishga a'zoyingga ko'z tikkanda nomli bir parcha maqola e'lon qilib, Xitoyning tirik kishilarning ishga a'zolarini majburiy elib olish va ularni shu jarayonda o'ldirib o'tishdek vahshiyona jinoyatni fosh qilgan. Halbuki mazkur jurnal bu maqolani e'lon qilgan hamon Xitoyning Italiyada turishliq elchixonasi buningga qarta g'aljirlarcha hujumga o'tib, o'zining to'r betida bayonot e'lon qilib, mazkur maqolaning avtorini ko'chirmakash deb qaralagan va Xitoyning kishilarning ishga a'zolarini majburiy elib olganligi to'g'risida ishonchli isbot bilan ta'minlaganlarni atalmish Xitoyga qarshi unsurlar va kishilik huquqni suiiste'mol qiluvchilar deb ayblagan. Xitoy elchixonasi hatto Amerikaning Xitoyga bo'hton chaplash uchun ishga a'zolarni majburiy elib olganligi to'g'risidagi ig'volarni to'qib chiqqanligini o'ttirib qo'ygan. Lekin Panorama jurnali o'z maydonidan voz kechmayli qolmay yana bir parcha maqola e'lon qilib, o'zlarining bu vaqtdagi dalilining to'lim ishonchli ekanligini, Xitoy elchixonasining shikoyatlarining bo'lsa tamoman o'rinsiz ekanligini o'ttirib qo'ygan. Avom palata a'zosi Kirsimisning Amerika hukumatining rasmiy to'r betidagi maxsus sahifasining 22-sentabrdagi xabariga ko'ra, Kirsimis Sharq Turkistonda majburiy osh qoldirilayotgan Uyg'urlarning hozirgi ichinishlik ahvoliga texmi ko'p diqqat yig'ish. Shundaqla Bayden hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi tadbir qo'llanishga chaqirish maqsadida 3 kundan buyon Oqsaroy oldida ochliq e'lon qilayotgan 4 nafar Uyg'ur lager shohidi va boshqa Uyg'ur faoliyatchilar bilan ko'rishgan. Semis bu jarayonda mundaq degan: Prezident Baydenning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qilgan so'zi intayin ojiz bo'ldi va Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning vaznini tamoman sustlashtiribdi. Xi Jinping o'zining Uyg'urlarni rahimsizlarcha o'ldirganligini, turmaga tashlaydiganligini va butkul Uyg'ur kulturini o'zgartirib etadiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Biz Xi Jinpingning dahshatli mustabidlik to'g'risida haqiqatni so'zlash uchun ojizlikqa emas, balki qudratga muhtoj. U yana Prezident Baydenning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi so'zida irqiy qirg'inchilik, jazo lageri va majburiy tug'mas qilib etish qatorliq iboralarning ishlatilmaganligini ko'rsatib o'tdi. Avom palata a'zosi Kirsimisning Amerika hukumatining rasmiy to'r betidagi maxsus sahifasining 23-sentabrdagi xabariga ko'ra, bu hafta davlat majlisidagi har ikki partiya a'zolaridan tarkib topgan Uyg'urlar to'g'risida tadbir belgilash majlisining o'rtaq raisi, Avom palata a'zosi Kirsimis va yana bir nafar o'rtaq rais, Avom palata a'zosi Tom Sozi yangi qonun loyihasini tanishtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va asosliqi musulmonlardan tashkil qilingan yerlik boshqa millatlarga qartilgan dahshatli kishilik huquq dafsanchiligini tekshirishga chaqirgan. Ilgari davlat majlisida o'tkazilgan Xitoy Kompartiyasining dahshatli kishilik huquq dafsanchiligiga oid 75 dan ortiq isbot anglash yig'iniga raischilik qilgan Avom palata a'zosi Semis mundaq degan: Kommunist Xitoy ig'ir kishilik huquq jinoyatlarini sodir qildi. Bu xalqaro jamiyatning nazarida eng kamida insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi. Egilishicha Semis so'zi qonun loyihasi Bayden hukumatini Amerikaning Janvadagi diplomatik gruppasini bir qarorni o'tirib qo'yishga buyurishga undagan bo'lib, mazkur qarorda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladida o'tirib qo'yilgan masalalarni tekshirish uchun maxsus Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hay'at qurib chiqish taklifi o'tirib qo'yilgan. Qo'g'dag'uchi gazetorining 23-sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyning Janvadagi alohida vakili g'arb davlatlari va ittifoqdoshlarini ogohlantirib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi sababidan xalqaroning Xitoyga qarshi harakatlarining besimi kun sari kuchayotgan paytda Xitoyning buningga qarshi kurash qilishga tayyor ekanligini jar solgan. Shu Guishang bu qatim Janvaga borgan Xitoy vakillari o'mkiga bosh bo'lgan bo'lib, u bu vaqtda shunday degan: Agar xalqaro jamiyatga ba'zi kuchlar, hatto Xitoyga qarshi kuchlar atalmish Xinjiang munosabatidagi taklif yoki atalmish qarorni o'tirib qo'ysa, biz qo'rqib qolmaymiz. Biz buningga qarshi qat'iy ravishda tadbir qo'llanamiz va kurash qilamiz. U Sharq Turkiston to'g'risidagi ba'zi tanqidlarni qisman bo'lsa e'tirof qilgan tarzda, Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoli texmo yaxshilanish bosqichida turibdi.
va bu jihatda texmi ko'p tirishchiliklar ko'rsatilyotidi degan bo'lsa-mu, orqadilla Xinjiang doklati da'vo qilinganda keng ko'lamli kishilik huquq talabchanchiligi mavjud emas degan. 24-sentabr shanba kuni Amerikadagi Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida to'planib, Xitoyning virus tizginlash bahonasida Uyg'urlarni o'ldirib sulab, osh qo'yganlik jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazgan. Bu namoyishni Amerika Uyg'ur birlashmasi tashkillagan bo'lib, namoyishchilarning asosiy qatnashchilari 2 avtobus bilan sahar soat 5 bilan yo'lga chiqib, onda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida yig'ilgan. Uningdan boshqa Nyu-York, Pensilvaniya, Konnektikut qatorliq yerlardan kelgan Uyg'urlar bo'lib, jami 100 dan ortiq kishi bu namoyish qatnashgan. Namoyish Xitoy Tashqi ishlar ministrining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 77-qatimliq umumiy yig'inida so'z qiladigan vaqtda to'g'rilangan bo'lib, namoyishchilar Xitoyning Uyg'urlar qarshi berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi shuarlari bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining adolatni qo'g'dashdan iborat vazifasini ado qilishga chaqirgan. Namoyishni tashkillagan Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Alfidor Eltabir va lager shohidlaridan Zumrat Davud, Tursunay Ziyovdun, Gulzira Avulqan qatorliqlar Oqsaroy oldidagi 3 kunlik ochliq e'lon qilishdan bir kun o'tmayla Nyu-Yorkdagi namoyish qatlangan bo'lib, ularning jasorati Nyu-Yorkdagi Uyg'urlarning boshqa yerlardan kelgan qarindoshlari uchun ko'rsatgan sohibxonligi, hayajonli namoyish jarayonidagi birlik, ittifoqlik Amerikadagi Uyg'urlarning milliy ruhini yana yuksaklikka ko'targan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.